Eyo, salom do'stlar, sizlar bilan birgalikda men Ahol. Bugungi videomizga xush kelibsiz. Bugun men Minecraftda qanday qilib o'zingizlarga yashirin joy qilib olishni o'rgataman. Buning uchun bizga kerak bo'ladi rasm. Keyin mana bu to'lkacha. Xo'sh, keyin yana bizga kerak bo'ladi tugma yoki tugma. Yo'q, tugma emas, mana bu bosilgan. Redstone. Uzaytirgich. Xo'sh, va devor uchun biroz bloklar. Birinchi navbatda maxfiy yo'l qilib olamiz. Mana shu sizlarni ba'zi yerlar deylik. Mana shu ba'zi bo'lsa. Xo'sh, mana xuddi shunaqa ishlaydigan mexanizm yasasak bo'ladi. Endi esa mana bu yerni kattaytiramiz. Qanaqadir katta rasm joylashtirish kerak. Endi bu yerga mana bundan ham qo'yib qo'yishni unutmanglar. Va obuna bo'ling. Albatta obuna bo'linglar, axir men juda ham ajoyib videolar chiqaryapman. Mana xuddi shuna ikkita rasm qo'yib qo'yasizlar, keyin bularni ham ko'rgan odam bunday qilib ketadi. Rasm bormikan deydi. Boshqa nima bormikan deb istaydi. Bu yoqqa ham har ehtimoldan xuddi men qilgan mexanizmni yasab qo'yishinglar mumkin. Har ehtimoldan endi do'stlarga ham to'xtalish bo'lib qolishi uchun. Bunday o'taganda to'xtalish bo'ladi, keyin bu yerdan o'taganda to'xtalish bo'ladi va u hech narsa ekan deydi. Lekin mana bu yerda ko'rinib qolishi ham mumkin. Siz kelasiz. Siz bunday o'taganda eshik yopiladi. Bu yerga bo'lsa maxfiy xona qurasizlar. Bu yerda maxfiy olmoslaringizni saqlashingiz mumkin. Bu juda ham foydali usul. Bunday qilib yopib chiqasiz. Bo'ldi. Masalan, oshingiz tezda siz olmoslaringizni olib kelyapti va qilyapti. Yo'q demang. Keyin mana bilan istab qo'yadi. Afsuski sindirolmaydi, chunki siz hozir ko'rib qolsangiz, hech narsa qilolmay qoladi. Shu muammo bo'lmaslikligi uchun u sindirmaydi. Har xil yo'llar bilan o'tishga harakat qilib o'tirib. Lekin o'tirib ham o't bo'lmaydigan yo'l bo'lgandan keyin u majburiy taslim bo'ladi. Siz bo'lsa albatta chiqayotgan xuddi shunaqa xato qilib olmasliklar.
Xo'sh, bu mexanizmni oshnalarda yo'q edi qo'yinglar, chunki keyin mana shunaqa muammolar bo'lib qolishi mumkin. Xo'sh, bundan tashqari boshqa usullarimiz ham bor. Xo'sh, hozir. Keyin bu boshqa narsalar uchun narvonga ko'ra agarda siz survival o'ynayotgan bo'lsangiz va dekoratsiya qilmoqchi bo'lsangiz, dekoratsiyada mana bu usulni ishlatganingiz ma'qulroq. Zinadan chiqishda. Sababi bularni joylashuvi bir-biriga juda ham mosda, ideal darajada chiqadi bular. Chiqish yo'li juda ham chiroyli ko'rinadi. Bundan tashqari siz mana bu yerda shunchaki sindirib olishingiz mumkin. Va bu yerga sandiq qo'yib qo'yishingiz. Aslida buni qilib sindirasiz va bu yer hamma o'ynagan bu yerga yoqib qo'yasiz. Xuddi shu usulni ishlatishingiz mumkin. Do'stlar hech narsani sezmaydi. Nimaga bu yerda yopib qo'yding desa, xunuk ko'rinyapti deysiz. Lekin nimaga tejamkorlik qilib narvon ishlatmading desa, narvon dekoratsiyaga to'g'ri kelmaydi, xunuk bo'lib qoladi deysiz tayyor. Do'stlar, sizda olmos yoki qimmatbaho rudalar bormi, umuman sezmaydi. Bu yerda o'zida uchun ajoyibroq qilib olishingiz mumkin. Mana shu yerdan sindirib olmos qo'ygan joy agarda tezkor ishlatmoqchi bo'lsangiz hamma narsani, unda xuddi men ko'rsatgan usulni ishlatishingiz kerak. Kelasiz, hech kim sezmaydi. Yaxshi video manfaatli bo'lgan bo'lsa, hammaga manfaatli bo'lgan bo'lsa, men xursandman. Videoga like bosinglar, kanalimga obuna bo'linglar. Bundan ham zo'r kontentlar hali chiqadi. Har doim ularni o'ynaganda shu usullarni ishlatsanglar, do'stlarlar narsalarni umuman ololmaydi. Videoga like bosinglar, kanalga obuna bo'linglar. Bundan ham zo'r kontentlar hali chiqadi. Hammaga xayr.